Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ben bugün sizlerge bir pop ve onun haqiqatini tanıgan oğlu haqqidagi haqiqiy bir qissani so'zlab bermoqchi. Bu kichik balaning ota-onasi musulmon emas edi, kafir edi, katolik dini edi. Dadasi Amerikaning Chicago shahrida tunilgan mashhur katolik diniga targ'ib qiladigan poplardan edi. U o'g'lini davomli cherkovlarga aparatdi. Bu dadaning arzusi albatta o'zining o'g'lini o'ziga o'xshash katolik diniga da'vat qiladigan, targ'ib qiladigan mashhur da'vatchilardan qilib yetishtirib chiqish edi. Ammo bu o'g'il yeshining kichik bo'lishi qarmay nihoyatda aqlliq, ziyrak edi. O'g'li bir kuni qadimki injillardan bir injilni topib oldi va o'qishga boshladi. Bu injilda İsa alayhissalom o'zidan keyin keladigan Muhammad, yani Ahmad ismli bir payg'ambar bilan xush bishorat bergan edi va bu haqda dadasidan so'radi. Ya'ni dadasidan İsa alayhissalomdan keyin bir payg'ambar keldiganligi haqida so'radi. Dadasi uningdan "Sen bu gaplarni qayerdan anglading?" deganda, bu bola ilk injilni aklib dadasiga ko'rsatdi va "Dada, mana bu yerda turibdi. Buni qanday tushunamiz? Menga tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz" dedi. Dadasi onun açıq gelip, "Sen bunundan keyin bu kitapni o'qimag'in. Sen tex kichik, sen tushunmaysan. Cho'ng bo'lganda andan tushunsa" deb onunga o kitapni o'qimasligini buyurdi. Ammo o'g'il o kitapni o'qigan siri Muhammad sallallohu alayhi va sallamning, ya'ni İsa alayhissalomdan keyin keladigan payg'ambarning arablardan chiqadiganligini bildi. Shuning bilan u bu haqda arablardan so'rash uchun ma'lum bir arabning do'koniga kirib, uningdan bu haqda so'radi va buna dedi: "İsa alayhissalomdan keyin sizlarning ichinglardan bir payg'ambar kelganmi?" Yiliqi kishi kulib ketib, "Shundoq, u bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'ladi" dedi. "Men bu haqda sizdan ko'proq ta'limot olsam deyman" dedi o'g'il. Şunun bilan iliq kishi "Paloni yerda bir masjid bor. U masjidda mendan ko'proq biladigan, mendan ko'proq sen o'rgatalaydigan ilmli kishilar bor. Ular sen ilm o'rgatsin, bu vaqt so'zlab bersin, shu yerga borgin" deb adresini berdi. Bu bola shu adresga asosan iliq masjidni izlab topdi va kirib, "Sizlarning ichinglarda arab bormi?" dedi. Shunun bilan bir arab o'rnidan turib, "Men arab bo'laman, qanday ishing bor?" deganda, "Men İsa alayhissalomdan keyin kelgan bir arab payg'ambar haqida so'ramoqchi edim" dedi. Bu kishi u balaga İsa alayhissalomdan keyin haqiqatan arablardan Muhammad ismli bir payg'ambar kelganligini va buni Qur'on Karimda İsa alayhissalomning tili orqali xush bishorat berilganligini aytdi. Bu bala o oyatning qaysi oyat ekanligini so'raganda, u uningga bu oyatni ko'rsatib berdi. Ya'ni va mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya'ni İsa alayhissalom ayni vaqtda Banu İsroil qavmiga o'zidan keyin kelgan Ahmad ismli bir payg'ambar bilan xush bishorat bergan. Bu bola bu oyatlarni ko'rgandan keyin va tarjimasini ko'rgandan keyin nihoyatda ta'sirlanib, "Men uningga agishni, ya'ni bu payg'ambarga agishni xohlayman" dedi. Bu arab kishi u bolaga "Undaqda sen shahodat kalimasi aytib iymon etqin, ondan sen payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning agashguchilariga aylansa" dedi. Bu bola shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi va nihoyat xush bo'lib ketdi. Xushalligini dadasiga aytish uchun yugurganicha uyga yetib keldi. Uyga kelibla, "Dada, men musulmon bo'ldim, men haqiqatni topdim. İncil'de hoş bisharat berilgan payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni bildim. U haqiqatan arablardan chiqqan payg'ambar ekan" dedi. Dadasi bu gapni anglabla darg'azab bo'lib, o'g'lini qattiq urib ketdi. Bu o'g'lining hayotida dadasidan tunji qatim shunday qattiq tayoq yeyishi edi. Dadasi o'g'lini arablar va musulmonlar bilan aloqa qildirmaslik uchun so'lab qo'ydi. Ammo bir mezgildan keyin o'g'lining yo'qolib ketganligi sababidan maktab va hukumat taraflarining o'zini izlab kelishidan ansirab, o'g'lini Afrikadagi Tanzaniya davlatiga yo'lga silvatdi. Tanzaniyada bu pop dadasi va onasi bor edi. Ya'ni Tanzaniyada bu bolaning cho'ng dadasi va cho'ng onasi bor edi. Cho'ng dadasi u yerda katolik dinini targ'ib qildigan katta poplardan edi. Dadasi o'g'lini uyaga avatish orqali cho'ng dadasidan uyg'unib, cho'ng dadasining ta'sirida cho'ng bo'lganda mashhur pop bo'lishni orzu qilgan edi. Ammo o'g'il Afrikaga yetib borgandan keyinmi cho'ng dadasiga o'zining iymon etganligini va iymonda mustahkam turdiganligini aytdi. Cho'ng dadasi uni urib baqdi, tillab baqdi, eng oxirida o'ltirib etish niyatiga keldi.
Әмділа 11 яш кірген bu oğul çoğun dadısının özünü çoxum öldürətqanlığını cəzimləşdirgəndən keyin öydən qaçdı. U bir qism musulmonlar bilan birga boshqa yerlarga safar qilmoqchi bo'ldi. Aerodromda bir arab kishi bu balni ko'rib qoldi. Aerodromda 11 yoshlik oppoq, ya'ni arabcha kiyim kiyib olgan bir bola turardi. Ammo uning taqi turqidan uning Yevropalik ekanligi chiqib turadi. Shuning bilan bu kishi berib uningga salom qildi va bu balma uningga va alaykum assalom deb nihoyat chiroyli salom berdi. Va bu kishi bundan to'liq mamnun bo'ldi va uningdan ismini va nima uchun bu yerda turayotganligini so'radi. Bu bola o'zining qissasini bu arab kishiga so'zlab berdi va uningdan qayerlik ekanligini so'radi. Bu kishi men Makkadan dedi. Şun bilan bu bola ko'ziga yosh olgan holda yig'lab turib, "Menga Makka haqida so'zlab bering, Ka'ba haqida so'zlab bering" dedi. U kishi uningdan, "O'g'lim, sen Makka haqida, Ka'ba haqida bilib nima ish qilmoqchi?" deganda, u shunday dediki, "Makka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yurti. Men Makka to'g'risida va Ka'ba to'g'risida va haj faoliyatlari to'g'risida boshqa materiallardan ko'rgan va boshqalardan anglagan" dedi. Keremlik Rabbimiz Allah qanchilgan kichik o'smirlarni mana shunda qalbini ichib hidoyat qilmagan deysiz. Yana nurg'ulg'an farzandlarni ota-onalar nurg'un kuch sarf qilish orqali universitet, magistrlik, doktorlik va professorlikcha o'qitadi. Ammo ular hidoyatga erishaolmagan.